Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli kanal obunachilari, aziz do'stlar, bugun sizlarga bir juda ham chiroyli bo'lgan alivin akfa derazalarimiz ustanovka bo'lgan sizlarga hozir yaqindan ma'lumot berib o'tamiz. Aziz do'stlar, hozir 2025-yilda derazalarga shotlanka gullar qo'yish juda ham urf bo'lgan. Ayniqsa mana shunday fasonlarga mana shunday katta lola gullar juda ham chiroyli o'tiradi. Uyimizga azizlar, masalan, shestgran uylarga juda ham shotlanka gullarni qo'yib beryapmiz. Xudo xolasa yana ham chiroyga qo'shib beryapti. Bugungi ustanovkamiz, qadrli do'stlar, Samarqand viloyati Tayloq tumaniga ustanovka bo'ldi. O'zimiz Pazdarg'om tumanidan qo'shni tumanimizga ustanovka qilganmiz. Bugungi ustanovkamiz alyumin akfa do'stmo'tka profilimizdan tayyorlangan. Ko'rishingiz mumkin. To'q shkalasi sifatida oynalarimizni biriga bir tushish uchun yodo'yi paket oynalardan foydalanganmiz. Derazalarimiz standart balandligi 1.70, eniga 1.40 razmerdagi derazalarimiz 400 konsolda yasalgan. Tepa qismi bo'linmagan holda, past qismi uchga bo'lingan. O'rtada ochilish usulida berilgan va ichlariga shotlanka profillardan taxlab berganmiz. Joyimiz g'ishtan bo'lgan, hamma yerga qotirib mana binolarni qo'yib berganmiz. Uyimizda old ikkita shestgranlik bo'lgan, mana yonlarini ko'rsatishingiz mumkin. Shestgranlarimiz xush. 60 ga 1.70 razmerdagi shestgranlar bularimizga mana katta lola qo'yib taxlab berganmiz. Bu tomonimizda esa alyumin eshiklarimiz bir tabaqali standart eshiklar. Eshiklarimiz esa 1, 2, 3, 4, 5 tadan akfani o'zini ochmoq petlar ko'rsangiz va akfani o'zini qulf kalit rolik zamonlaridan qo'yib berganmiz. Past qismiga algafon va tepa qismiga ikki qavat paket o'ynada qilingan. Tepa qismi o'rtadan bir bo'lingan, chunki deganda oynasi hozir katta bo'lib ketmasligi uchun. Davom etamiz. Bu tomonimizda ham yana ko'rsatib o'tamiz. Bitta ramkamiz. Qolganlariga xudo xolasa endi bundan buyoq qo'yib beramiz. 5 shotlanka qo'yilgan. Uyimiz old tomoniga shotlanka qo'yilgan, qolganiga shart emas edi. Mana 5 shotlanka yo'lda paket o'ynalari bilan qo'yib berganmiz. Hammasini chiroyli qilib mana joylashtirib, vaziy bilan kenalarni qotirib berganmiz. Old tomonimizga to'liq ma'lumot berib o'tamiz azizlar. Xo'sh. Bularni oldimizdan kirishda o'rtada standart ikkita tabaqali eshik bo'ladi. Hozir razmerlarni o'lchadi bu yerda. Ikkita bir xilda shestgranlarimiz qo'yilgan alyumin profillardan tayyorlangan. Xo'sh, bularimiz ichlariga azizlar pena xoslardan ham qo'yib mahkamlab qotirib berganmiz. Zakazlar bo'lsa bemalol olib chiqishingiz mumkin. Kvadrat metrlarini zakazlar bo'lsa kelishtirib chiroyli qilib yasab beramiz. Kimga qanday savollar bo'ladigan bo'lsa, yo bo'lsa zakazlar bo'ladigan bo'lsa, lokatsiyalar tashlab beringizlar, o'zimiz borib joylarni hisob-kitobini chiqarib, kelishtirib yasab beramiz. So'roq masalasiga keladigan bo'lsak, hafta 10 kun, 2 hafta ob'em kattaligiga qarab olaveramiz masalan. Aytilgan vaqtdan kechiktirmasdan qo'yib beraveramiz. Bu akamiz ham o'zi chetda, Rossiyada ishlaydi. Mana kanalimizga obuna bo'lgan obunachilarimizga bonusi bo'ladi. Shuning uchun ham bitta like bosib, obuna qo'yasiz deb umid etamiz. Chunki deganda bizlar ertaga akfa kerak bo'ladiganida yo'qotmaslik uchun obuna qo'ysalar, mana kerak videolarni qo'yib boramiz. Xo'sh, qayerlarga dastavkalarimiz bor? Qashqadaryo, Jizzax, Surxondaryo, Navoiy viloyatlariga dastavkalarni chiqarib beryapmiz. Avialar bo'ladigan bo'lsa, bemalol olg'a qo'yingizlar. Mana eshik romlari kerak bo'lsa, Akfaning kanali sizlar uchun o'z videolarini, mana kerakli videoni chiqarib boramiz. Keyingi videoda uchrashguncha xayr sog' bo'lasizlar.